Основной qabziyat, grija, dumg'iza og'rig'i, bitta buyrak og'rishi, oshqozon og'rig'i, o't dimlanishi, soch to'kilishi, teri qurishi, tizzadan pasini og'rishi, yurak kasalligi zreniya ham pastligi. 11 ta kasallik yozib olishgan. Assalomu alaykum. Ismim Gulnoza, familiyam Erkoziyeva. Sog'ligim tufayli kirib kelganman. Nimalar bezovta qilardi sizni? Yangi kirib kelgan vaqtlarim menda 11 ta kasallikni yozib olishgan. Shulardan eng asosiysi 18 yillik qabziyat bilan 5 yillik grija. Qolganlarni kichkina deb o'ylaganman, lekin ular ham normalniy kasalliklar. Yurak kasalligi, tizzadan pastdagi qattiq og'riq, soch to'kilishi, teri qurishi, oshqozon og'rig'i, o't dimlanishi va ishlamasligi, bitta buyragimni og'rishi, dumg'iza qismim og'rishi bilan xastalanganman. Bularning ichida eng meni qiynagani grija bilan qabziyat bo'lgan. Qabziyatdan 5 kunda natija olishni boshlagan. Bu kasalliklar bilan, ya'ni bizning tilimizda buket kasalliklar deyiladi. Bu buket kasalliklar bilan necha yildan beri qiynalib kelasiz va kimlargadir murojaat qilganmisiz? Qabziyatimdan hech kimga murojaat qilmaganman, davolanmaganman. Yillar davomida ilk farzandimni dunyoga keltirgan paytimda boshlangan surunkali menda 18 yil mobaynida davom etgan. Grijamga murojaat qilganman. Eng yaxshi professorda belimdan blokada olib, lecheniya olganman, lekin tuzalib ketmadim men. 3 yil fitnessga qatnashga majbur bo'lganman, chunki bormasam og'riq bo'lardi. Borib yana blokada olishimga to'g'ri kelardi. Shuning uchun har doim sport bilan shug'ullanib yurganman, lekin tuzalib ketmaganman. Bu mahsulotni ichishni boshlaganimdan keyin taxminan 1 oylarda meni grijalarim bezovta qilmaslikni boshladi. Qaysi mahsulotni qanday dozada ichdingiz? Birinchi kalsiyni boshladim. Ertalab bitta, kechqurun bitta. 10 kundan keyin koenzimni qo'shdim. Qanday o'zgarishlar bo'ldi? 5 kunlik, 10 kunlik, 1 oylik? 5 kunda qabziyatdan natija olishni boshladim. Mana 6 oy mobaynida iste'mol qilyap turgan bo'lsam, alhamdulillah, organizmim 18 yosh deb qo'rqmasdan ayta olaman. Qabziyatimdan qutuldim. Qabziyatdan kelib chiqqan gemoroydan qutuldim. Necha kunda? Gemoroydan adashmasam 2,5 oyda qutuldim. Lekin qabziyatdan 5 kunda natija olishni boshladim. Hozirgacha yaxshi, Xudoga shukr. Grijalarimdan 2,5 oylarda rostmana qutulishni boshladim. Yurak kasalliklarim o'zim bilmagan holda bitta tark qilishni boshladi. Yurak kasalligim, og'riq bor edi yuragimda. Necha kunda? Taxminan 1,5 oylarda. Yurak kasalimdan, og'rig'idan ya'ni qutuldim. Tizza og'riqlari asta-asta tashlab ketishni boshladi. Rostmana shu 4 oylarda og'riqlar meni tark qildida, 6 oy bo'ldi ichishni boshlaganimga rostmana tiklandim hisobi. Bir korobka mahsulot sizga necha oyga yetdi? Bir korobka mahsulotim 3 oylarga yetdi. Двойной dozada ichdim chunki. Hozir ikkinchi korobkamni tugatyapman. Oxirgi pachkasi mana shu. Tushunarli. Tomoshabinlarga o'zingizning fikringiz va minnatdorchilik va xayrlashuv. Bunaqa mahsulot ko'rmaganman men. Shu mahsulotni O'zbekistonga olib kirgan barcha insonga, menga tavsiya qilgan ustozlarimga, barchasiga rahmatlar aytaman. Allohimga shukrlar qilaman mana shu mahsulotni menga ro'baro qilganiga. Banisalarda sarson bo'lib, ukol-dorilar olib, qiynalib yurmasdan mana shu mahsulotni ichib tuzalganimga Allohimga shukrlar aytaman.